Assalomu alaykum hurmatli Yevrolink kuzatuvchilari. Sizlar bilan bugun Istanbul shahrida joylashgan Istene universitetini obzor qilamiz. Bu universitet asosan meditsinaga yo'naltirilgan. Videomiz davomida barcha fakultetlarini va universitet ishlarini ko'rsatib boramiz. Bizni kuzatishda davom eting. Universitet maydoni juda ham katta ekan va 4 ta zdaniyadan iborat. Biz hozir birinchi asosiy, ya'ni meditsina va farmatsevtikaga yo'naltirilgan kampusdan boshlaymiz. Mana shu ko'rib turgan joyingiz bu studentlar uchun dam olish joyi ekan, ya'ni paradan paraga dam olgan paytlari mana bu yerdan kofe olib, bemalol mana shu joyda o'tirib dam olishib, darslarni qilib turishlari mumkin ekan. Bu binomizning kutubxonasi hisoblanadi. Har bitta binoda o'z yo'nalishiga qarab kutubxonasi bor. Ko'rib turganingiz bu universitet laboratoriyasi. Imенно shu joyda studentlar o'zlari praktika qilishlari mumkin. Va shu joyda bu universitet dori-darmon ishlab chiqarar ekan. Biz hozir universitet oshxonasidamiz. Universitet oshxonasida 5 xil ovqat berar ekanlar. Ya'ni 5 xil deganda birinchi, ikkinchi ovqat, oldiga ayron va salat, keyin har xil frukt, ya'ni meva qo'shib beradi. Buni hammasi atiga 100 lira, примерно 40 ming so'm bo'ladi. Bu ikkinchi qavatdagi kutubxona. Bu yerda juda ham ko'p xonalar bor ekan. 24 ga 7 ishlar ekan. Studentlar kelib, darsini qilib yoki birga o'tirib, har xil imtihonlarga tayyorlanadi. Hozir biz tadqiqotlar o'tkazilgan xonadamiz. Bu yerda studentlar o'sha har bitta maketini olib, o'zlari xuddi haqiqiy hayotdagida tajribalar o'tkazib ko'rishadi. Bu universitetda stomatologiya yo'nalishini o'rganish uchun barcha shart-sharoitlar mavjud. Yana bir katta yangiliklardan biri, bu universitet yaqinda klinikaga aylantiriladi va studentlar kelib mijozlar ustida amaliyotlarni o'tashlari mumkin. Istanbul bo'ylab Istene universitetiga tegishli 35 ga yaqin klinikalar mavjud. Studentlar o'z o'qishlarini tugatganlaridan so'ng praktikalarni o'sha klinikalarda davom ettirishlari mumkin. Istene universiteti bo'ylab video obzorimiz o'z nihoyasiga yetdi. Agarda siz ham Istanbulning top universitetlarida talaba bo'lmoqchi bo'lsangiz, bizga murojaat qiling. Sizga albatta yordam beramiz.